Assalomu alaykum oddiy mebel kuzatuvchilari. Bu komplektimiz zakaz orqali tayinlangan Samarqand viloyatiga Danglaygerga tayinlangan 20 kishilik komplektimiz. Chiroyli holatda tayinlab berganmiz. O'zimizning obunachilar zakaz qilishgan. O'rta qismlari xuddi shunaqangi oynali akvarium fasonda hozirgi kunda yangilik bo'lib brend bo'layotib turgan komplektlarimizdan bittasi. Hol taxtalari ham MDF holatda ishlab berganmiz. Bu komplektimiz xudo xolasa chiroyli holatda tayinlangan. Oyoq qismlari xuddi shunaqangi simala holatda, oldilari avarniy holat, stollarimiz MDF holatda bo'lgan. Yon tomonlarni ko'rsatib qo'yamiz. Yon tomonlari ham xuddi shunaqangi o'ziga yarashgan bezaklar bilan chiroyli holatda tayinlangan. Hol taxtamiz 3 ta simalalar qo'yib berganmiz. Stullarimiz kelamiz. Stullarimiz fasonlari Cobra Monika fasonda ishlangan, ranglari shampan svetda bo'lgan. Oldilari xuddi shunaqangi Chester holatda, tugmali holatda ishlab berganmiz. Machalka qismlarini ham sidinasiga 12 sm machalkalar qo'yib berganmiz. Koreyska techento materiallar bilan old oyoqlari xuddi shunaqangi yong'oq yog'ochda o'zidan o'yib chiqilgan holatda ishlangan. Orqa qismlari ham xuddi shunaqangi medalyon shaklida ishlab berganmiz. Pardali holatda, chiroyli holatda ishlangan 20 kishilik komplektimiz. Bu komplektimiz 20 talik holatlarga qarab o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Narxi, dastavkasiga arzisi bitta kommentariyada o'z fikringizni bildirib qo'yasizlar va like, obuna tugmasini bosish esdan chiqmasin. Bu komplektimizni 17,5 millionga tayinlab berganmiz. Dastavkasi ichida qilib chiroyli holatda tayinlangan 20 kishilik komplektimiz. Pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. WhatsApp, Telegramlarimiz bor. Xuddi shunaqangi komplektlar O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatimiz ham bor.